Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Mana bugun biz arlarni kelib, bir haftadan beri kelganimiz yo'q edi. Asal kelishi qay holatda ekan deb bir tekshirib ko'rgani keldik. Xudoga shukr, mana semechkadan asal kelib qolibdi. Arlarni ishlashi ancha jonlanib qolibdi. Shira kelishni boshlabdi. Bir hafta 10 kun semechkadan ishlab tursa, u yog'i g'o'za paxtadan kelib qoladi shira. Arlar holati kechkiroq отводка. Ularniki zinger. Shirani u pastigacha urib tashlagan. Mana onasi shu zinger matka F1 zinger, xudo xolasa juda asalchi ekan. Ko'z tegmasin. Urug'ni ham yaxshi qo'yar ekan, asalga juda zo'r ekan. Mana rasplodlari xudo xolasa o'ta kuchli отводка emas, endi kechkiroq отводка, lekin haligi arisiga nisbatan zo'r ishlayapti. Agar bu 10-15 ramkalik kuchli oila bo'lsa, agar bular juda yaxshi hosil yig'ishi mumkin ekan. Zingerlar zo'r ishlayapti.